Do'kon ochganman, 4 oydan beri ishlataman. Birorta ham hujjat yo'q. Lekin hali hech kim kelib biror narsa demadi. Shunaqa ishlataverayapman? Yo'q. Siz albatta hujjatlashtirish kerak bo'ladi. Chunki siz ishlayapsiz degani buni hech kim bilmayapti degani emas. Chunki o'sha hudud inspektori, soliq inspektori albatta bundan xabardor. Erta bir kun kelib taqqilatib, eshigingizni taqqilatib kelgandan keyin birinchi marta ogohlantirish mumkin, keyin esa jarimalarga sabab bo'ladi. Xo'p, siz birinchi navbatda nima qilishingiz kerak? Yagona darchadan borib, korxona o'sha tadbirkorlik faoliyatini boshlashingiz kerak, ya'ni YTT ochishingiz mumkin. Yani faoliyatiga qarab, agar bitta o'zi ishlaydigan bo'lsangiz, bu jismoniy shaxs hisoblanadi yoki MCJ ochishingiz mumkin. Endi MCJ ochganingizdan keyin albatta o'zingizga ishchi olasiz. Ishchi olganingizdan keyin YTTda ham, MCJda ham agar sizniki roznичный торговля, ya'ni chakana savdo bo'ladigan bo'lsa agar, do'kondan sotiladigan bo'lsa agar, обязательно kassa apparat bilan terminal olishingiz kerak bo'ladi. Bankdan hisob raqami ochasiz, o'sha terminalni ochasiz hamda kassa apparat olasiz. Bu kerakli bo'lgan hujjatlar hisoblanadi.